Modadan qolmaydigan mashina qaysi desa bor, mana xayolimga Lexus 570 kelaveradi nimagadir. Sizdachi, sizda ham shunaqa bo'ladimi? Men sizga 2019-yil bor yo'g'i 48 ming kilometr masofa bosib o'tgan Lexus 570 topib qo'ydim. 507 litrli atmosferniy motor, benzin tanlamaydi degani. 367 ta ot kuchi 0 dan 100 gacha 7,3 sekund. Avtomobilda off-road rejimlari bor. Bagajimizda elektroprivodda ochiladi, yopiladi. Avtomobil 8 ta o'rindiqli, oxirgi qatorlarni ayada yig'ib qo'yadigan bo'lsangiz, juda ham katta bagajni paydo bo'ladi. Ham ochilishiga alohida 5 bor. Hattoki farkopi ham bor. 21-razmerdagi diskalar Dunlop balonlarda. 360 graduslik kamera, ko'rinmas zonalar monitoringi, kalitsiz ochish tizimi, stroyni paroklarigacha bor. Salonimiz qora va qizil rangli koja bilan kombinatsiya qilingan, yog'och elementlari bilan boyitilgan. Mark Levinson audio sistemasi, avtomobilda pnevma podveskasi bor, barimizda xolodilniklarigacha bor, ikkinchi qatorda displeylarimiz bor, o'rindiqlarida isitish va sovutish tizimi mavjud. Kichkina bo'lsa ham lyukimiz bor. Do'dasiz shunaqa katta markalarda yurishga loyiqsiz avtomobilning narxi $98 ming.